Salomim so'lim ko'ksimdadir o'ng qo'lim, hurmatli aytaman basharaga yog'im. Yo, what's up nigger? Polo obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda men o'sha hacker obunachilar. Bugun biz qayerdamiz deb o'ylaysizlar? Albatta biz yangi zombi apokalipsizdamiz. Korоче, bolalar, bu dunyoda o'sha yana bir yangi zombilar paydo bo'lishni boshlabdi va bugun biz bularning hammasini bittalab yo'q qilamiz. Va obunachilar, bizani mana bu brat kutib oldi. Xo'p, biz qayerdamiz? Qanaqadir joy, yo'lning oxiri, ya'ni yo'lning boshi desam bo'ladi bu yerda. Xo'p, ana bu tomonlarda Hills Real. Nice yo'llar, yo'lning nomi bo'lsa kerak. Bu lekin juda yo'l nomiga ham o'xshamas ekan. Va bizning mana bu yerda sandig'imiz bor. Men buni boya ochib ko'rdim. Buni ichida bizning qurollar kutib turibdi. Demak, bu endi ham bizning qurollarimiz bo'ladi, lekin bularni o'qib yetmas bolalar. Hamma o'qlarni biz ehtiyotkorlik bilan ishlatishimiz kerak. Xo'p, hamma o'qlarni olamiz, lekin bizning o'qlarimiz juda ko'p. Menimcha yo'llarga yana o'qlar chiqsa-ki, wow, ko'rdinglar qaranglar, yonchadan ko'rinsa ko'rinar ekan. Noisul halol bu yerda bizdan dahshat sarguzashtlar kutib turibdi menimcha. Hamma o'qlarni olaylik. Xo'p, bizda qanaqa qurollar bor? Ko'rib olaylik. Men ko'rganim yo'q hali qurollarni. Xo'p, avvalambor bizda 6 ta oltin olma eng zo'ridan va 6 ta oddiy olma bor ekan, ya'ni oltin olmani oddiysi va 16 ta nonimiz bor. Keyinchalik bizga ovqat berilsa kerak bu tomonlarda. Xo'p, bizning tez o'tar qurolimiz borlar, lekin buni hozir otib sinab ko'rmaymiz. Albatta, faqat zombilarga otib sinamiz. Va obunachilar, bizda to'pponcha bor. Mana buni turishini qara. Yo, hozir zombilar yo'q-ku. Yo'qolishda boshlayapti asta-asta. Bular qayerdan paydo bo'lib, qayerdan yo'qolib qolyapti tushunmayman. Mayli, necha bu safar juda qiyin bo'ladiganga o'xshaydi zombi apokalipsimiz. Mana u chiqib kelishga harakat qilyapti. Uji chiqdi. Ana. Videolar endi juda qisqa bo'ladi, lekin shunga yarasha juda tez chiqadi. Menimcha kuniga video chiqsa kerak. Shuning uchun videolarni o'tkazib yubormang. Ko'ryapsizlarmi, aqli yo'qda. Men bu yerdan oshib tushsa bo'lardi-ku mana bu yerga. Basharanga yo'g'im. Xo'p, bizda mana buni to'pponcha bu. What the fuck? Qaranglar buni. Uji o'qlayapti. Okay, o'qlab bo'ldi. Noisul halol zo'r to'pponchaga o'xshayapti. Bittaga o'ldirsa kerak. Va bizda sniper bor, lekin buni mo'ljallagi chiqadi. Buni ham o'qlaydimi? Bunichi o'qlaydimi? Ha, buni o'qlar ekan. Okay. Xo'p, sniperni birinchi bo'lib sinab ko'ramiz, mana bunga. Basharanga yo'g'im. What the fuck? O'zini eshitdinglarmi? Noisul halol bo'ldi. Lekin bizda bu yerda bizning hech qanaqa kiyimimiz yo'q. Bittaga o'lib qolishimiz ham mumkin. Ham bu zombidan ko'rdinglar, juda tez yuguradi. Va biz bolalar bu zombi apokalipsida ehtiyotkorlik bilan boshlashimiz kerak. Qani bismillah. Mana bunga tegib ketmaylik. Xo'p, bizani bu yerda nimalar kutib turibdi? Qanaqadir pachoq bo'lib ketgan mashinalar birinchi o'rinda. Okay, Hills Real. Bu ham nima? Bunga e'tibor bermaymiz. Va biz yo'limizda davom etaveramiz. Mana shu yo'l bo'ylab ketaveramiz bolalar. Bizning sayohatimiz mana shu yo'ldan boshlandi. Короче, va bizani to'xtanglar. Men bunday ittach boshlayverdim. Hamma narsalarni to'g'ri olaylik. Xo'p, qo'limizga birinchi o'p sniper olamiz. Bu yaxshiroq fikr. Okay. Mana bu yerda uy bor. Uy emas, bu gaz maydoni. Mashinalar uchun mana bu mashina yuradimi? Qayerda pachoq emasmi? Biz boshidan mashina topdikmi? Nice. Yuradimi bu? Ichida hech kim yo'qmi? Yo'q, ichida hech kim yo'q. Xo'p, ochil. Voy, bu mashina yurmas ekan. Uje dabi ham yo'q ekan. Okay. Stop. Mana bu gaz olinadimi bu? Buzaylikchi? 5 minutes later. Uje 1 soatdan beri biz o'tiribman. Hali ham olingani yo'q, demak olinmaydi. Mana bular ham prostakka qo'yilgan menimcha. Yo! Oh shit! Bola bu dahshat zombi apokalipsga o'xshayapti. Men hali buni dahshat barbar. Xo'p, biz birinchi o'rinda mana bularni qaranglar. Mana bu uyga kirib turishimiz kerak. Qo'limizga to'pponcha olib. Okay, bu yerda hech kim yo'q. Hozir zombilar bor edi lekin. Bu yerda sandiq bor. Mana bular ochiladimi? No, ochilmas ekan bular. Mana bular qaranglar, dahshat ishlangan-ku bular. Men bu zombi apokalipsda mazza qilamanmi deyman? Bular ham ochilmaydi. Tilzorlar qaranglar. Xo'p, bizga nimalar berildi? Mana bu cho'chqa go'sht kerak emas, mana bu ko'mir kerak. Bizga kiyim berildi. Birinchi o'rinda kiyim. Bu kiyimni qaranglar. Bu hamni davridan qolib ketgan kiyimlar-ku. Nima dahshat kiyimga o'xshayapti. Lekin dahshat kiyim ekan rostdan ham. Xo'p, bizga qanaqadir bosh kiyimmi bu? Bola qaldaysizlar? Bosh kiyimni qaranglar qanday garang. Xo'p, bizga nimalar bor? Hech nima yo'q. Bizga ko'mir berildi. Ko'mir keyinchalik kerak bo'lsa kerak menimcha. Mana buni solib qo'yaylik. Mana bu ham ochilar. Bu ham ochilar ekan, lekin ichida pul ham yo'q. Mayli, necha bu yerdan ketdik. Mana buni ochsak, bo'ldi. Mana shu portlaydimi? Sinab ko'ramiz. Pulqam bo'lmayotgan, lekin mana bu to'pponchamizni otilishini eshitdinglarmi? Dahshat ovoz chiqar ekan. Mana bu
Va ruscha yozilgan. Mayli, necha kerak emas. Ketdik bolalar, biz birinchi o'rinda mana shu yerni tekshirdik. Menimcha tomida ishlama yo'q. Mana bu tepasiga ham chiqsa bo'lmaydi. Okey, tomida ishlama yo'q. Endi biz yo'limizda davom etishimiz kerak. Mana bu yo'l tomon. Bu tomonlarga hali o'tmaymiz. Biz to'g'ri yo'l tomon ketyapmiz, chunki mana bularni qaranglar, what the fuck basharalarga yo'g'i. Bolalar, bu kartaga shader qo'ymaganimni sababi chunki men boshiga shader qo'yib ko'rdim. Uje kompyuterim portlab ketadi dedi. Shu uchun mana shuni ham zo'r qaranglar. Naysur halal uje. Oh shit, ishtilam. Etxirdi. Bu yerda qaranglar, qanaqadir baza. Bu yerda hech kim yo'qmi chiqib? Nimaga zombi apokalipsda zombilar chiqmayapti, sizlar bilgan bo'lsanglar. Yo! Mana birinchi zombi. Ya, uxla. Va basharing yo'qim. Timada. Bo'lib biza o'llik. Bu yonib o'lib ketmaydimi? Ma basharing yo'qim. Ujulli. Menga mana bu sniper yo'qdi, faqat mo'ljallargacha urg'akanda. To'g'ri otsak menimcha yaxshi bo'lib ketar. Okey, o'qla buni. Mana bu yerda hech kim yo'qmi? Bu yerda qanaqadir baza borlar. Mana bular qaranglar, pullar o'tgan mana bu yerda. Antenalar o'tgan. What the fuck? Jinursin. Bolalar, mana bunga qaranglar. Nima bu? 8 tagina obunachi. Bolalar, aynan shu kanalning silkasini video tagidagi opisiya va kommentda qoldirdim. Mana shu kanalga obuna bo'linglar. Chunki zombi apokalipsning keyingi qismi ertaga chiqishi mumkin. Shunchaki eng oson narsa-ku, kirasiz obuna bo'lasiz, bo'ldi. Ko'ramiz bizdan qancha odam sezilarli darajada obuna bo'lar ekan. Endi esa videoga go! Bolalar, zombi apokalips boshlandi. Shoshma. Ana uni qo'lida qurol bor. Stop. Siz hali ham gapimni yerga qoldirib obuna bo'lmadingiz. Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Men bu kanalni kommentini tekshiraman. Qancha obunachilarim aqlli va fursatli ekan. Endi esa aniq videoga go. Ulamiz menimcha aniq. Xo'p, obunachilar, mana bu yerga kirib ko'raylik. Bu ham oddiy joyga o'xshamayapti. Mana bu yerda ochilmas ekan bular. Xo'p, bu yerda ishlama yo'q. Keyingisi kiramiz. Go. Juda qiziqib ketaman. Dahshat ishlangan ekan, bu yerda. Hech kim kelmayapti bizga tomon. Kelmayapti. Wow. Bu yerda sandiq. Hozirgina ochildi, ko'rdinglar? Mana bu narsa ochildi. Mayli, nima sandiq nima bu? Nima kiyim, bosh kiyim, ovqat, jana mana nima kerak menga buncha ko'mir? Uni nima edi? Kapalaga o'laymizmi bular bilan? Bolalar, mana bu yerda ham sandiq. Flashlight. Bolalar, biza nima bu? Fanar topdik. Yo'rtarkan rosta. Qaranglar, mana yo'rtyapti. Xo'p, obunachilar, bu yana mana bular ochilmaydimi? Ochilmas ekan, bizga bu kerak emas. Ovqat topdik, yaxshi, nice, ulxalat, suv kerak emas. Bu yerda nima yozilgan? Bizga nima farqi yo'q va biz bu yerda ketdik. Tezroq biz bu zombi apokalipsda zabt etishimiz kerak. Stop. What the fuck? Bolalar, mana buni qaranglar. Nima deyapti bizinachalar? What the fuck? Ve umrimda birinchi marta ko'rishim, lekin nima ekan bunaqa narsa qo'yib qo'yishgan hech balo yo'q-ku. Menimcha amabatning antenani sozlash uchun bizga hali kirkalar ham kerak. Bola tez biza daraxt yorishdan chiqib ketdik-ku. Tez daraxt qanday tushsak bo'ladi, biza damage olmay. Buni ustiga tushmaslik kerak nima bo'lsa ham. Okey, bu nima tushishi yo'q-ku. Oppe, ko'ryapsizlarmi? Hekirdan o'rganinglar deyman, shu uchun mana bu daraxtni biz yora olamiz hozir. Let's fucking go. Naysul halal. Bunachilar, men juda qiziqib ketyapman. Hali biza ko'rmagan dahshat joylar bor. Let's go. Naysul halal 2x, 3x bo'ldi uje. Va uje tunam tushyapti bunni tez biza virsak esa. Okey, virsakchani ol. Xo'p, ozgina bunaqa narsacha ham kerak bizga. Tez bizga endi bitta tapor emas, kirka kerak. Xo'p, mana bu toshlarmi shunaqa? Shu toshdan nimadir qursak bo'ladi. Buni 2 soat yuryapti. Bu tosh kerak emas. Ana toshlar shoshma. Mana bu chiroyli narsacha ekan. Shirambonega. Shalaq. Okey. Yo, o'lmadi. Xo'p, revolverimizda kuchini ko'ramiz. Olirog'iga bor. Bola olirog'iga bor. Yo, what the fuck, cho'chib ketdim men. Balachasi yurgan ekan mana ekan. Bu yerda ikkita. Xo'p, tiyadi o'ylaysizlar, mana shuni qo'tsam. Tiydi. Nice halal. Ulish qiyin ekan bu floslar. Xo'p, mana begemotcha menimcha teginmaydi. Shirinligiga qaranglar, bu teginadigan begemotga ham o'xshamaydi. Begemotmi o'zi bu? Begemotda. Yo, krokodilmi bu? Qanaqa krokodil? Suvda ichida bo'ladi-yu krokodil. Rachka men mana bu yerda ozgina tosh olib ketay. Bu aytgancha bu begemot emas, bola bu yakka sho'x-ku. Amal necha ko'p uje gapiraveramiz, biz ishni ham qilishimiz kerak, ko'proq bizga tosh kerak. Hamma narsamiz toshdan qila olishimiz kerak keyinchalik biza. Lesul halal. Nice so'z, yangi so'z o'ylab topdim. Okey, menimcha bizga shuncha tosh yetsa kerak. Go, biz o'zimizning ishimizni qilishimiz kerak. Qani meni, versagim mana. Let's fucking go. Sen menga kerak emassan. Xo'p, bizga birinchi bo'lib tayoqchalar kerak bolalar. Xo'p, mana tayoqcha, yetadi shuncha tayoqcha. Endi esa bitta kirka va bitta tapor. Menimcha yetsa kerak shunchasi, okey. Bunga esa joy qolmadi. Qayerga qo'ysam bo'ladi, qayerga qo'ysam, men buni taqqilaveray. Okey, shu bizda joy qolmay qoldi bolalar. Mana nima kerak menga? Mana buni otyor. Basharingga yo'g'im.
Xo'p, biz endi bu versagimizni olib ketishimiz kerak va unda oldin biz mana bu tunneldan o'tishimiz kerak, lekin qanday o'tamiz? Turishimni qaranglar. Stop, mana bu yerga chiqmamiz, mana bu yerga ham. Bolalar, bu yerda hali dahshat ko'p narsalar bor-ku. Bu yerda hech nima yo'q. Okey. Mana bu tepasida-chi? Tepasida ham joy bor. Let's hol halal. Let's hol halal qolay. Stop, Richard. Ma sweet Richardmi? O'zi eshityapsan, nihu. What the fuck? Sweet yondimi shunaqa? Qani Sweetlar? Mana bu yergacha borgan, mana bu uyga kelgan, короче. Mana shu uyga kelganimizdan keyin, mana Sweetlar yonish kerak ham shunaqa. Necha mana bu uyga kiraylik, nimadir bo'ldimi? Mana bu yerda ochmamiz.